8 litr Li9 da ishlamasa ham Cobalt mashinasida ishlaydi. Nimaga unaqa deyotganimni monitor o'rnida ko'rsanglar bo'ladi. Qaranglar. 410 lar odam o'tyapti, hammasini ko'rsatyapti. Mana remenni ko'ryapsizlarmi? Ko'pincha inomarkalarda orzu qilasizlar, bu mashinada bor. Yana bitta narsani sizga ko'rsataman. Hoji aka, siz inomarka haydaysiz, lekin uyaling. Sizning mashinangizda yo'q narsa, eshik davodchiklari qo'yilgan Cobalt mashinasiga. Malibu 2 panoramali qo'yilgan va bagaj nomeri ko'rsatma. Nomeri ko'rsatma faqat. Bagaj mexanizmlarigacha qo'yilgan, ko'rasizmi? Ochilib yopilishlarini. Vashshe doda-yu, mana qarang yopilishlarini. Yoqdimi? Bitta like bosib qo'ying. Salon, polniy Mercedes salon. Yana bitta narsani sizga ko'rsataman. Qarang. Mercedes ko'p mashinada yo'q. Bu mashinada bor. Orqa xolodilniklari. Mana buni ko'rasizmi? Narsalarni qo'yib qo'yib, muzdekkina yuraverasiz. Bu hamma narsa ko'rganinglar Cobalt mashinasida qilingan akalar. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sentrlarimizga kelaveringlar. Lekin eshik davodchiga prosta mazza qildim. Like bosib qo'yasizlar.